To'g'ri aytdim. To'g'ri aytdimmi? Ko'rdingizmi? Tushundingmi? Mana yig'ishtiryapti. See, now it's talking English. Before it's not talking anything. Oilangiz bormi? Yo'q, bo'ydog'mi? Whatever, if you have learned, you can do anything. Bo'ydog'mi? First of all, you have to learn. Yes. Meni ko'ryapsizmi? Ha? Agar odamga deyapti, niyat bo'lsa deyapti, любой ishni qiladi deyapti. Ha. Tushundingmi men gapirgan gapimni? Deyapti, bilmassiz deyapti. O'zi yuryapti, shuni ko'ryapti. O'zi o'ziga qondoq qilgan deyapti, o'zi o'rganyapti deyapti. Yo, hozir kirib kelishimda ham chiroyli salom alaykum keldim. Og'a menga Miko kerakman. Menga yuraveraman. Shokir bor-ku, Shokir. Shunday tushadi-da. Gazetdan resepsioniga shunday tushadi, tanqu deydi. Yo'q, yana so'rang. Ulaydi qotib. Bir kun nima qilgan tushunamizmi? Resepsioniga qarab, Polsha qahramon qilsak degan tushunamsiz. Men qarang. Gazetdan resepsioniga Wi-Fi qo'yib bermaganligi uchun tortishgan. Resepsiyaga shunday tushganda onasiga qizlarga qarab turib, politsiya beraveramasizlar degan Shokir. O'zida o'zi tushunamizmi? Bo'lgan. Onasiga daybatsa qilyapti chiqib olib. Nima uchun? Meni daybatsa qilyapsan deyapman. Tushunmayapman tilini. Tog'a shuni. Seni deydi, seni o'g'ayning deydi, menga deydi. No. Ha, u qolaversin. Men xamusta qo'y. Yetti bilan haqida. Okay, thank you, bro. Resepsiyaga tushunaq qilgan. Hayvatsa qilgan. Daybatsa qildi, resepsiyaga tush. Rahmat, Tojikiston, Turkmaniston. Salom alaykum. Nasib bo'lsa Dubayga, Abu Dhabi tomonga kelaversanglar, bir birlashgan bor deb eslaylar akalar, opalar. Keldim, shayxdaman. Qarang fedani. Qanday o'xshaydi? Fedya yomon yeydi oshdi. $3 bo'ldi. Kelaverasizlar. Biz ham endi mana saharlikka chiqqanmiz, restoranda ovqatlanib o'tiribmiz. Manzaralar sizlarga yoqdimi? Ko'chalarni bir ko'rsatdim sizlarga. Hali ham kamroq ko'rsatdim. Ancha chiroyli joylar ekan. Oh, brother. Bunga yo'yasa qanday qarang. Qaysi kim? Yo'yasa qarang. Voy jonim. Voy g'aromi, yomon yasab qo'yibdi. Boss, any dessert something? Baklava? Thank you. No baklava? No. No baklava. I remember before baklava you think, that's why else. Ha, paxlava bermoqchi bizga. Before, huh? Men tushundim. Before 2 months. No. No more baklava. Thank you. Baklava beraman. Yo'q, paxlava beraymi bonusga deyapti. Hey, san baklava. Menga Dubay yoqmaydi. Qizlaring biladi? Sizga hamma qizlaring? Menga Dubay yoqmaydi. Men Abu Dhabida yashayman. Yoqadi, zo'r, chiroyli joy, prosta o'zbeklar ko'p, tinchlik yo'q. Mana tinch yura olmaysizlar Dubayda. Shuning uchun Dubayda yashamayman, shaharda yashayman. Dubayda yashasam bo'ladi. Dubayga ham shu narsa, ikkalasi ham bir narsa, prosta o'zbeklar ko'p yoqda shunaqa неприятно. Shuni eshitmang, onangizga ovozini eshitsam ko'nglim yanayotgan bo'ldi. Aka bitta suv qo'ying. Erta ham savdo stream qilamiz, kelib, mana shu paytda. Bir anonlaring ochildimi, bag'irdillaringga.
ertaga shu payt kelib saharlikda shag'da stream qilamiz, xudo xohlasa. Kelib o'tirib, mazza qilib, mana shag'da stream qilamiz, tomosha qilib, kayf qilasiz. Bugun 20 mi? Da. Battle o'ynayman erta shag'da.